Qarshi oling, Taskuking studiyasi namoyish etadi. Malika muslimalarimga shohona shirinlik retsepti. Tuxum hamda shakarni ko'pirtiramiz, o'simlik yog'i va sut solamiz. Un, kakao razrixlitini elakdan o'tkazib solib aralashtiramiz. Pishirish uchun biskitni pechga yuboramiz. Ikkinchi qism boshlandi. Qozonchaga sariyog', suv solamiz. Qaynab chiqqach tuz hamda un solib aralashtirib turamiz. Xamir biroz sovigach, ikkita tuxumni ketma-ketlikda chaqib solib aralashtiramiz. Ko'rsatilgandek maxsus qopchaga solib siqib chiqazamiz va pechga pishirish uchun yuboramiz. Bu orada biskitimiz ham tayyor bo'ldi. Sovishga yuboramiz. Shirinlik uchun eng asosiysi mazali krem tayyorlash. 45% qaymoq hamda eng mazali, eng ishonchli sladkaya korovka zgushyonkasini solamiz va morojniy krem tayyorlab olamiz. Biskitlarimizni qolip yordamida dumaloq qilib kesib olamiz. Shohona shirinlikni terishni boshlaymiz. Biskit, krem, banan bo'lagi, atrofiga kremlarni ham siqib chiqazamiz. Mayda-mayda eklechalarimizni yopishtiramiz. 2 soatga muzlatgichga yuboramiz. Shokolad pastasi hamda o'simlik yog'ini aralashtiramiz. Ganash tayyor. Ayamasdan shirinlikni ustidan quyamiz. Mazali shirinlik retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni unutmassiz.